Soch to'kilishidan qiynalib yurganlarimiz uchun yigitlar va qizlar barchaga qizil qalampirli qizdiruvchi maskasi bor. Faberlikdan mana shunaqa. Bu shampun bilan sochni yuvgandan keyin bosh terisiga massaj sifatida surtib qo'yiladi bosh terisiga. Mana bunda ham halol sertifikati bor. 3380 artikuli, Yevro standarti bor. Surtib qo'yiladi, 10-15 daqiqa qo'yiladi. 15 daqiqadan keyin 15 daqiqaning ichida sochni bosh terisini shunaqa qizdiradi. Bosh terisini qizdirishini hisobiga uxlab qolgan soch follikulalarini uyg'otadi. Mana shu oddiygina maskamiz anchagina soch to'kilishini davolaydi. Kimda o'sha soch to'kilishi bo'lsa, sochlari o'sish boshlanadi. To'kilgan sochlar o'rniga yangi sochlar chiqadi va bosh yuvganda ehtiyot bo'lamiz. Qalampirli sostavi bo'lganligi uchun ko'zga kirishidan ehtiyot bo'lamiz. Yosh bolalarga tavsiya etilmaydi, yoshi kattalarga ko'zlarga kirmagan holda, ehtiyot chorasini ko'rgan holda sochlarini yuvish tavsiya etiladi. Ko'zga kirishda yaxshilab ko'zni yuvib tashlash kerak, anchagina ko'zni lovuladi. Lekin natijasi juda ham zo'r. Bitta mana shu flakonchani o'zi sizga 2-3 oyga yetadi. Shunaqa ajoyib sochlaringiz o'sadi. Shunaqa zo'r maska, hammaga tavsiya etaman.